Bolalarini o'rniga itini qutqargan bu ayol haqidagi videoni ko'rdinglarmi? Voqea mana shu ayol uyida hech narsani sezmagan holatda yuvinayotgan paytda boshlangan, lekin u to'satdan uyini orqa eshigidan kelayotgan g'alati ovozlarni eshitib qoladi. Biroz vaqtdan keyin esa bu eshikdan uyning ichiga butunlay qop-qora kiyib olgan ikkita notanish erkak kishi kirganligini sezdi. Keyin bu ayol uyidan bildirmasdan chiqib ketishga qaror qildi. Uning uchun uning oldiga o'g'rilar kelmasidan o'zi hech qanday ovozsiz chiqib ketishi kerak edi. Shu sababli ustiga kiyim kiyishga ham ulgurmasdan yonida turgan kuchugi bilan tashqariga chiqib ketadi. Tashqariga chiqib esa uyini asosiy eshigida joylashgan domofon orqali eriga qo'ng'iroq qila boshlabdi. Chunki uydagi domofon erining telefoniga ulangan ekan va qo'ng'iroq erining telefoniga birinchi bo'lib kelar ekan. Keyin esa bu ayol eriga qanchalik yolvorib tezroq politsiyani uyga chaqirishlarini so'rashini ko'rishimiz mumkin. Bu video ijtimoiy tarmoqqa joylangandan keyin juda ham ko'pchilik odamlar uni bolasini emas, itini qutqargani uchun yomon ko'rib nafratli so'zlar yoza boshlashdi. Lekin keyinchalik bu ayol voqea aslida qanday sodir bo'lganligini aytib berdi. Uning aytishiga ko'ra, u itini qutqarishni tanlamagan, shunchaki bolalari uxlayotgan yotoqxonani o'g'rilar topib olishini xohlamagan. Bundan tashqari u shuni qo'shimcha qildiki, agar u bolalarning oldiga borganida politsiyani chaqirishga hech kim qolmas edi. Shu sababli u mana shu umidsiz yo'lni tanlashga majbur bo'ldi. Lekin siz nima deb o'ylaysiz? Bu ayol to'g'ri yo'l tanlaganmi? O'zingizni fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha.